Ko'chasi Baxtli Hayotda 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqyapti. Asosiy kirish qismimiz endi remontdan chiqdi. Birinchi qavatda bo'lyapti, 67 metr kvadrat. Sanuzlari alohida vannalik, alohida hojatxona bo'lyapti. Koridorimiz davomida esa birinchi xonamiz, bu yerda ikkinchi xonamiz, radiatorlari bor. Mana bu yerda koladovka qilingan, polkalar qilingan. Bu yerda mehmonxonamiz bo'lyapti. Katta ko'chaga qaragan derazalari. Bu yerda oshxona qismimiz. Samarqand shahar Titov ko'chasi Baxtli Hayotda 3 xonalik birinchi qavatda 67 metr kvadrat, narxini 69 ming deyapmiz, yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastda raqamni qoldiraman, bemalol telefon qilib aloqa qilinglar. E'tibor uchun rahmat. Bizdan yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga bitta like va podpiska bosishdan chiqmasin.